Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, oshpazlar. Hammanglarni Botiratchi osh chempionatini 12-sonda ko'rishib turgandan xursandmiz. Matiz nima deyapti? Qanaqa Matiz aytganda, Spark edi-yu. Odam maydalashmaymiz, yirilashamiz. Spark nima deyapti? Chempionni kutyapti. Pip pip, xalq maza qilsin. Hammaga tavsiya qilamiz. Botiratchi osh kuzatib boringlar. Hali zo'rlari oldinda. Shishsha yashsha. Hurmatli oshpazlar, yaxshi keldinglar. Charchamasdan. O'z 4 ta oshpaz aytdik. Tas kelishmabdi, mayli. Endi nasib qilgani, hatto shu kelishi o'zi ham katta narsa. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar qayerdansizlar? Uz-Telekomdan. Uz-Telekomdan. Tabriklaymiz. Oldin nima ish qilgansiz? Oshpazchilik, Havaskor oshpaz. havaskor. Malades. Nima osh? To'y oshi, choyxona palov qanaqa? To'y oshi. Bo'ldi, barakasini bering. Bugun xudo xolib to'y oshi yirganmiz-da. Xudo xolasa. Necha yildan beri? 6 yildan beri havaskor. Avloddan avlodga o'tganmi? Prosta. Prosta. Ismingiz? Murodilda. Tabriklaymiz, Murodillar. Rahmat. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kechirsiz. Issiqlar hukumatdami? Necha yildan beri oshpazchilik qilasiz? Yo havaskormi yo qayerda ishxona? Ishxona TTZ Soybo'yi choyxonadan. Ha, bilaman, Choyxonadan. zo'r joy. Shu yerdan bir 7 yildan beri oshpazlik qilaman. Oldin ham mana shu sohada bo'lganman. Somsa qilganman. Aka, nima oshdan bo'lyapsiz? Choyxona osh. Choyxona. O'zimizda choyxona osh. Qo'y go'sht, qo'y yog'iga. Qo'y go'sht, qo'y yog'iga. Ha, rahmat. Choyxona osh bo'lyapti. Qanaqa guruchdan? Lazer, Lazerdan. alanga, bezdira. Lazer guruchdan bo'lyapti. Bo'ldi, yaxshi aka. Tabriklaymiz aka, charchamang. Hammaga omad. Aka, tushunsiz, charchamasizmi? Rahmat sizga. Aka, sir bo'lmasa, necha yildan beri oshpazchilik qilasiz? Yo qiziqishmi? Bizaga oshpaz bo'lganimizga 20 yil bo'ldi. Ustozlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, hammaligidan minnatdormiz. Shunchalik bizani hunarli qilishdi. Shu 20 yildan beri Hozir qayerda ishlaysiz? hozir Nazarbekda Nazarbek. post yonida ochganmiz. O'sha yerda. Ishxonaning nomi nima? Ma'lum. Hamma bilgani yaxshi. Beer Comfort mebel do'konini osh markaziga aylantirganmiz. Ha, zo'r aka. Nima osh bu ko'rinishlar to'y oshi o'xshayapti. To'y oshi. Aka, Ko'kcha to'y oshi. barakasini bersin. Rahmat katta. Tabriklayman. Rahmat. Hammaga omad. Ilohomiy, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammani omadini bersin. Allohim hech kim yuzini yerga qaratmasin. Amin. Och chempionatiga start beramiz. Bosinglar aka. Gazini bosamiz. Hop. Men o'zim ismim Rahimov Mirzafar. Kelesda istiqomat qilaman. Ustozlarim ko'kchalik. O'zim tashli 20 yil bo'lib qoldi, oshpazlik bilan shug'ullanamiz. Avvalambor ustozlardan Alloh rozi bo'lsin, hammaligidan bizani shunchalik hunarli qilishdi, boshqa qilishdi. Orada yetishim esimdan chiqdi. Bizda homiylarimiz bor. Miko suvlari, milliy kola. Buni ichasiz, ikkalasini ichib Dubayga uchasiz. Hozir muzdegidan beraman, mazasini ko'rasizlar. Rahmat. Gazini bosinglar aka. Okalar, charchamasizlar, tushunasizlar. Kayfiyatlar qani? Yaxshi, Yanlış ketdi odam. Issiq ham hammaga ta'sir qilyapti. Qo'rquv bormi? Yo'q. Hayajon yo'qmi? Yo'q. Hech kimda hayajon yo'qmi? Yo'q. Qo'rqish yo'qmi? Qani bosamiz, gazini bosamiz. Olovni yoqamiz. Ketdi start berdi, aka. Qani. Masala tarafman aktiv bo'lamiz. Biz aktiv. Like kommentlarni bangilab tashlaymiz. Qani. Hammalarga omad. Buni ko'ramiz. To'y oshi, choyxona. Bunisi boshqacha ketyapti. 12-soni. Botiratchi osh chempionatini oxiriga saralash soni. Bundan keyin Sparkka 1 metr qoladi. Ya'ni millimetr qoladi, santimetr emas, millimetr. Botiratchi osh kuzatib boringlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Shishsha yashsha. Xo'p bo'ladi.
Nahotki. Bismillah. Favqulodda chiqib Okalar, xormanglar oshpazlar, charchamasdan, salomat bo'ling. aniq suvda ishlash o'zi bo'lmaydi. Oshpaz dardini oshpaz tushunadi. Joni sog' Oka, bo'lsin. o'zani milliy suv bo'ladi-yu ham. Milliy suvga qarshi milliy ko'l ichamiz. Rahmat. O'sha Dubayga suzasiz. Rahmat. Bir mikro suvdan ko'rasiz. Ha, mikro suvdan ichasiz, bunaqa suvda oshpazlar oshpazni dardini oshpaz tushunadi. Sababi tashqaridan ham 50 gradus, ichidan ham 50 gradus beryapti toshni. Kamchiligi ham oshdan qaynatib qo'ydinglarmi? Qaynatib qo'ydik mana. Qaynashi yaxshi, zo'r. Shohona, ikkita to'y. Bular boshqacha bo'lyapti lekin, xudo xolasi yaxshi. Barakasini bersin. Charchamanglar. Hammanglarga omad. Men shu atrofda bo'lib turaman. Shumbola kelish kerak edi. Shumbola yana aldadi. Shumbola bormi? Mohiy fut bilan Shumbola meni aldab ketdi. Ikkita mashinik. Biri yamachi, biri zubaychiskasi. Sizlarni ham botiratchiqo chempionatda kutamiz. Charchamanglar osh bo'lsin. Shumbola kelib qolsa jizzaga bo'lib turaman. Ismim Murodilda. Qibray tumanida turaman. Kasbim, yo'nalishim ustalikon. Osh qilish ishqibozlik ko'rib o'rganganman. Havaskor oshpazmiz. Instagram Botir ekanmi? Instagram sahifalarida ko'rdim. Shu chempionat ketayotganligi bo'yicha. O'sha bo'yicha keldik. Rekordim 18 kilo oshdan deganim. Bismillahirrohmanirrohim. Okalar charchamasizlarmi? Oshda sayrayapti-yu, mana boshqacha hammasi. Nima gap? Tinchmisizlar? Hayajon yo'qmi, qo'rquv yo'qmi? Yo'q. Gazini bosinglar. Mana ham sizlar tarafman. Ichkarida o'tiradigan jurilar bor-ku, ular prokuror hisoblanadi. Men advokat, sizlarning oldinglarni olaman. Ular baribir jalba, ular mamlaqa bo'lib qopti desa, men aytaman, unaqa emas, bunaqa, mamlaqa deb men sizlar tarafga olaman. Shuning uchun men sizlar tarafman. Men yuristman, ular prokuror. Xullas, Molizga shukur aka. Hammasi zo'r. Oka, charchamanglar, oshni bosinglar. Ichkariga xudo xolasi yuriylar kelib qolishdi. Kirib o'tirishadi. Hammasi haqqoniy bo'ladi, chestniy bo'ladi. Lekin gaz balon, zapaska balon Shumbola meni aldab ketdi. Ani Mohiy fut degani mashinik ikkalasi aldab ketdi. Xullas, hammasi yaxshi, hazil-huzul, kayfiyat ko'taramiz. Suvga ahamiyat bermay oldinga qarab yuramiz. Xalq mazza qilsin. Shishsha yashsha. Botir akani
tashkil qilganlarga rahmat. Mana shunaqa konkurslarni avvalambor endi hamma ham bir yutuqqa erishish uchun kelishadi. Biz ham yutuqqa erishish uchun Xudo xolasa bir o'zimizni mahoratimizni sinab ko'rish maqsadida kelganmiz. Mana xudo xolisa oshlarimiz tayyor. Osh ochilishga start beraman. Amin. Allohim yuzimizdan yorib. Ana aka, osh ochilishga start beramiz. Gazini bosinglar. Hayajon yo'qmi? Aktiv bo'lamiz, banglatamiz. Bosdik. Bismillah. Hop, xalaqit bermay aybdor bo'lib qolmang. Lekin oshlar sayrabdi. Davay. Hammasi yurib turibdi. Bu o'yin kelishdan maqsad bu o'zimizni ko'rsatishimiz yo boshqa qanaqa emas, shunchaki ishqibozchilik. Biz har kuni osh qilmasak turolmaydigan bo'lib qolganmiz. Men o'zim shaxsan bitta o'zim qilgan oshim 150 kilo bo'lgan, rekordim. Lekin o'tgan yili mana Ramazonda Andijonda xizmatda bo'ldik, saharliga Abdulboliy oshxonasida. O'sha yerda 1,5 tonna osh sotib keldik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana oshlarimiz tayyor. Botirachiq oshi 12-soni davom etyapti. Milliy ko'la, Mikko suvlariga rahmat deb qolamiz, homiylarimiz. Lekin Spark ko'chada kutyapti. Xalq maza qilsin, shishsha, yashsha. Anta 10 ta odam kutyapti. Anta yonyapti, lekin boshqachasi bo'lyapti. Ko'cha ham yonyapti, ichkari ham yonyapti. Oshpaz ichi ham yonyapti. Qani. Shumbala mashinik. Mohiya mashiniklar qochib ketdi. Bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Tumsizlar, charchayapsizlar? Rahmat. Aka, tumsizlar, charchaysizlarmi? Kelganingizga rahmat. Prosta haqqoniy bo'lish kerak. Oshpazlar mana bunaqa suvda qatnab o'zi bo'lmadi. Buni yeb, bu yerda nima deydi? Oshpazni uruyini degan narsa emas, aniq ustiga go'sht bo'sh emas, osh mazasiga baho berasiz. Uni yasatilishi, boshqa rol o'ynamaydi ular. Yeganingizda mazasi haqiqiy bahoni berasizlar. O'sha insonga. Lekin oshlar hammasi sayragan, bir-biridan o'tgan. Shu baragasini bersin, charchamanglar. 5 minutda kiramiz. Anu tuzni sal pastroq ekan, lekin anu so'shni ekan, yog'liq qilib.
Sho'g'ana puli sal unaqa bo'lib qolgan, tirikroq bo'lgan. Yoshaydigan. Cho'g'on bola haqiqatda. Lekin hammasini go'shti yumshoq. Go'shti yaxshi pishgan. Bilmadim. O'shani bitta yeb ko'rsizlar, yana akam ikkilari qoldilar mana shu ikkitasidan bittasida. Mana. Cho'g'ona palov yeb ko'rsizmi? Sal tirikroq ekan. Hozir bu yerda ikkita to'y oshi. Ha, ikkita to'y oshi. Bitta cho'g'ona palov. Endi shu o'zinglarni har bitta fikringlarni aytib, mana bunaqa desanglar, Yo'dan boshlab qo'yinglar. farqi yo'q. Sarvaraga gapiring. Qaysi bir sizga nima bo'ldi? Katta boshlar. Mana bu yaxshi chiqdi. O'rtada to'y oshi, tuzlari normalniy bo'lgan. Ma'mullagandagi sal hamma joyda bo'lgan tuzi pastroq bo'lgan. Men o'zimning. Yo'q, o'sha. Sho'g'ana oshi sal tirik bo'lib qolgan. Mana menini. Hatta tuzlari normalniy, bitta ma'mul tuzi pastroq. Mana hokamlarga qo'shilaman. Buni mazasi bor. No, sal quruqroq. Sal quruqroq. Bu sochni go'shti sal qattiq, tuzi past, ana mazasi past. Cho'g'ona palov zo'r, haqiqatda go'shtlargacha, anaqalargacha, sal ana tri, guruch tri. Menda shunaqa. O'sha bari bittasiga ana shu mana misol mana siz hozir uchalasini anaqasini aytdingiz. U anaqasini, jalbasini. Har bittasiga ovoz bersiz, qaysiga ovoz berasiz? Mana o'rtada Bo'ldi. to'y oshiga to'g'ri. Sizchi? Mana shu. Mana o'shanga berdim. O'rtaga, o'rtaga siz. Mana. Cho'xini. Cho'xini. Ha. Qolganlari nima deyapti? O'zi elbaki qolganlari. O'zi. Yaxshi yomon emas. Hammasi ham yomon emas o'zi. Bunda sal anaqa cho'chib tuzlaganlar-da, yani. Sal cho'chiganlar. Siz nima deysiz? Bu ham shu o'rtaga berdim. Men o'rtadiga bunday yozdim, o'rtadiga. O'rtaga. Endi 3 xil po'rda o'tdi. Bittasi haqiqatan ham to'yda zakaz yuradigan to'y oshiniki. Bittasiniki ustalik o'mma bolalari. Bittasi bilsangiz Soybo'yda TTZda Soybo'y bor. Eski nomi chiqqan. Shu oshpazniki. Endi shu jurilarni bizga haqqoniy bergan anaqalar bo'yicha ko'rsatamiz. Sizlarga rahmat, Addushi. Ammo bizani addiniy homiylarimizga yana rahmat qilamiz. Sababi men milliy ko'la, mikko suvlari bizga homiylik qilyapti-da. Osh chempionatimizga. Shunchalik rahmat qilamiz homiylarimizga. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Mana shularni ko'tarib beraman, bir tomosha qilamiz. Nomerini chekamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdimi? Qani. Hop! Birinchilagan ekan. Bir ekanmi? Birinchilagan. Oshpazlar bilan davom ettirib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat kelganingiz uchun. Xo'p. Ishligi yaxshi ko'rdim. Ancha oshligini o'zimiz ham yeb ko'rdik. Ancha ularniki ancha dadil yaxshi chiqqan. Avvalambor bitta akamiz osh markazi ochgan ekanlar. Bitta sherigimiz katta milliy taomlarda ishlar ekanlar. Ishligiga avvalambor omad. Ularga o'xshab biz ham katta oshpaz bo'lib o'rganib yurdik. Kunamiz suv bo'lyapti. Oshpazlar bir-biridan kuchliligidanchi odam nima deyishni ham bila olmayapti. Til aylanmayapti oshlar sayraganda. Har bitta oshni baholash kerak. Rosa qiyin bo'ldi. Jurilar rosa qiynaldi. Men ham xijolat bo'lib odam xullas charchamadinglarmi tuzimsizlar. Kelganinglarga savnigilarni aytaymi? Bu yerda qatnashish o'zi baxt. Savnigilarni kelganinglar uchun rahmat, kattakon. Bu yerda u yutdi, bu yutdi emas, savnigilarni tanishib, akuga bo'lib qolganimiz qoladi-da. O'tbetni ko'rganimizda ana salom alaykum, qadrchilik, ovqat bilasizlar, umri qisqa narsa. Bu yerda sen yutding, men yutding rol o'ynamaydi. Voy payt 24/7 bani eshigim sizlar uchun ochiq. Xizmat bo'lsa aliyo desanglar ko'taramiz. Qo'ldan kelgancha xalq xizmatdamiz. Povur dardini povur tushunadi. Suvni bang'illatinglar, men xonada o'tiribman, ichim yonib ketyapti-da. Unda kallam liqalib qo'yman. Har kuni ichidamizda o'shaning uchun. Charchamadinglarmi? Hayajon yo'qmi? Oka kim yutdi deb o'ylaysizlar? Kim yutdi deb o'ylaysizlar? Yo'qdir.
Ha, Ha, o'zim o'ylanishim bo'yicha mana shu okaning ukalarni o'ylayman. Ayyo, ular ekan zo'r, ular ekan bir-biridan shirin chiqdi ularniki ham. Choyxona ko'rdik. Choyxona ko'rdik. bir misol yo'nalish bo'yicha misol choyxona, to'y hammasi o'ziga yarasha. Oshni boy ochdinglar-yu. Mahal tuzini ham ko'rmadim. Oshni ochganinglar o'zida oshchi bilsangiz ochganingizda o'sha basharasi yetadi-da. Anaqa sakrab turadi. O'sha hammasi sayragan men tan olaman. Bundan oldin sizlardan oldin kelganlar 11-sonda ayollar ham qattiq qatnashdi-da. Ayollarning ham hurmati boshqacha cheksiz. Ko'rdik ular. Lekin shu paytgacha hali O'zbekiston miqyosida ayollar chempionati bo'lmagan, uni ham xudo qolsa yo'lga qo'yamiz. Onalar, ayollar bor, onalar bor, biza bormiz, ayollar bor, biza bormiz. Hammaning umri uzoq bo'lsin, kasal bo'lmasin, topgani oltin bo'lsin. Sizlardan ham xudo rozi bo'lsin. Rahmat. Xalqi nazaridan qolmanglar, el nazaridan, xalqimiz nazari, prezidentimizga rahmat. Samimiy Allohimizga rahmat. Allohning nazaridan qolmaylik hech qaysimiz. Deganinglarga rahmat. Xudo xolasa barakasini bersin. Siz ham ishlaringiz rivojini Rahmat, bersin. rahmat. Shunaqa Kim tashkilotlar odamcha bilan. qiziqib ketyapti. Kim yutdi deysizlar, aytinglar, o'zinglar bitta taninglar. Men siz ham top beringlar, men siz ham top beringlar. Chempion Mamad top beringlar. Bu okamlarning oshlarini mazasi og'zimda bor. Choyxona palov men ko'p joyda yeganman, lekin haqiqatan yurg'izib yuboribdi. Sizga ham zo'r bo'ldi. Ha, inshaalloh. Sizga ham qolish. Hammasi endi Xudodan. Sizga ham rahmat aka, mana shunday Rahmat, konkurslar tashkil qilib, mana shu odamlar yig'ishi o'zi bo'lmaydi. Kamchiligi uzr, bu meniki birinchisi, xudo xolasa davomiy qilib, bundan ham zo'r qilib, urinni baland qilib, butun dunyoga tanishtiramiz, O'zbekistonni tanizsin. O'zbekiston oshchisi titrab tursin, O'zbekistonni eshitsin. Xudo xolasa. Nima deyishni ham bilmayman. Vaqt hakam. Aytolmayman, aka oshlar sayraganda nima deyishni ham bilmayman. Nima deyey? Cho'zib yubordim. Ichkarida hayot a'zolari yeyishdi, hammasi choyxonada yurgan baquvvat erkaklar, 50 ga kirgan mujiklar, ichida bloger ham bor, ko'chada xalq ichida yurgan oshini yeb, ular bilan tortishdim, talashdim, u deyishdi, bu deyishdi. Mana bunaqa oxiri ovqat osh yomoni bo'lmaydi, oxiri bitta to'xtamga kelishdi. Xullas birinchilagan birinchilagan tanlashdi. Birinchilagan kimniki edi? Birinchilagan bularning. Birinchilagan. Bularni. Tabriklaymiz, birodar. Rahmat. Yuzlariga kirib yurgan. Birinchi sizga Omadingiz bersin. Rahmat. Uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Bir-birlarini tabriklab qo'yinglar, bu yerda Alloh nima deydi? xayrli qilsin. Rahmat. Odamcha rostmana, misol odam o'ylamagan narsalar bo'lib ketdi, rostmana, yo'q, to'g'risi. Odam xijolat bo'ladi. Men hech ham bilmayman. Lekin hammasi bular o'yin, hammasi oddiy narsa, xudo xolasa, akukarchilik yoqolmasin. Oqibati yoqolmas. Sizlarga rahmat olib kelganinglarga. Sizlarga ham rahmat. Rahmat, xudo xolasa. Ko'rganimizdan xursandmiz, tanishganimizdan ham. Hammalardan xudo rozi. Avvalambor o'rtoqlar, mana boshqa sohaga taalluqli bo'lgan inson bu o'yinimiz 12-sonimizda g'olibi bo'ldi. Sababi u inson Uztelekom kompaniyasida ishlaydi. Ikkita oshpaz qolib Telekom. Ko'rdinglarmi, haqqoniy, unaqa tanish bilishi yo'q. Nima deyishni ham bilmayman. Inson o'ylamagan narsalar bo'lib ketar ekanda. Hammanglar o'z qatnashinglar Botiratchi osh chempionatida kuch sinashinglar, hammanglar chestniy bo'ladi, xudo xolasa. Haqqoniy bo'ladi. Shaffoflik tarafdorimiz. Chiqoshga obuna bo'linglar, xalq maza qilsin, chestniy xudo xolasa. Hammanglar qatnashinglar, butun yer sharidan kutib qolamiz sizlarni. Xalq maza qilsin. Shishsha,